Mashinalar kredit asosida olingan, garovga sudda ham taqiq qo'yilgan bo'lib chiqdi bu mashinalarga. Ma'rufaga Xitoydan keladigan avtomashinalar asosiysi kreditli mashinalar bo'lib kelar ekan. Albatta rost. Xitoydan kirib keladigan avtomobillarning 40% kredit asosida yoki garov asosida kirib keladi desam ishonasizmi? Yaqin do'stim boshqa bir xitoylik do'stidan 10 dona avtomobil sotib olgan ekan. Men do'stimdan VIN-kodlarini hammasini menga tashlab berishini so'radim. 10 ta mashinaning VIN-kodini menga tashlab berdi. Tekshirib ko'rganimda bu mashinalar kredit asosida olingan, garovga qo'yilgan mashinalar bo'lib chiqdi. Men buni sud orqali ham tekshirdim. Sudda ham taqiq qo'yilgan bo'lib chiqdi bu mashinalarga. 30% pulni allaqachon xitoylikka berib qo'ygandi. Mashinalar ham Xorgasga borib, hujjatlari o'zi tayyorlanayotgandi. Men boshqa xitoylik do'stlarimga u xitoylik topib 30% pulni olib, o'zim yaqinimga qaytarib berdim. Do'stim o'zini aybini to'liq tushundi, xatolarini tushundi. Men unga qanaqa aldanib qolmasligini to'liq o'rgatdim. Endi inshaalloh u o'rgatmaydi. Mana shu videoda uni o'zi ham ko'rib turgan bo'lsa kerak. Lekin kelajakda boshqa bir mijozlarimiz do'stingizday aldanib qolmasligi uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Bunaqa aldanib qolmasliklari uchun avvalo ko'cha-ko'ydan yoki qo'ldan emas, ishonchli va tajribali bo'lgan avtosalondan mashinani xarid qilishlarini tavsiya qilgan bo'lardim. Bundan tashqari, avtokredit, garov yoki Xitoy sud tomonidan qo'yilayotgan taqiqlarni tekshirmoqchi bo'lsanglar, men sizlarga o'zim tekshirib beraman. Bu videoni 7 o'lchab 1 kesadigan do'stingizga yuborib qo'ying.